Gazını ham qo'yib, opamishkalarimni yechdim mana. Bu ko'zi. İşte üçgen joylari borda pofka ketganimiz yo'llarimiz maskasini qilib qo'ydik. Ertaga shilpovkasini qilib, chegalarini, paskalarini qilib qo'yamiz. Chiroyli qilib. Xudo xolasa bu yog'i ham bo'lib qoladi. 2-3 kun ichida ish topshiramiz endi. Bu yoqlari qo'ygan ponni, shilpovkalari, paskalari. Bu yerda bitta siniq qovurg'asi bor. Bu yerda. Shu travmasi borda shekilli, esini tushib qolibdi.